Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ohangaron Bo'kani mostidamiz. Mashinamiz balon qo'yib yubordi. Mashaqqa borib ustaxona qidirib topolmay mostdan yana ketyapmiz. Hech kim to'xtamayapti. Bu yo'llarga kim mas'uli? Hamma yami bo'lib yotibdi. Katta magistral yo'l bo'lsa bu. Hozir ko'rsataman diskalarim, balonlarni qiyshayib yotibdi diskalarim. Mashinamiz avariyli holatda turibdi. Avarinkalari yoniq. Mana bu yog'i Bo'kaga tushib ketish, Zinak. Bu yog'i Ohangaron. Most bu yoqdan bu yoqqa qarab qaytib kelyapmiz. Ustaxona topolmadik. Vulkanizatsiya hech qanaqa. Mashinalar to'xtamayapti. Mana hech qanaqa mashina yo'q. Yaxshi niyatlar bilan bugun ro'zani birinchi kuni deb Xudo xolasa Ohangaronga borib ro'za tutib ketamiz deb niyat qilib kelayotgandik. Mayli. Mana mashinamizni ham oldiga yetib keldik. Hech qanaqa mashina to'xtamayapti. Yuklarimiz yerda. Yo'q, ustaxona topilmadi. Mana diskalarimiz ishayib ketdi. Dam qo'yib yuborgan. Bironta mashina yo'q mana. Mayli. Bir gap bo'lar.